Beauty bloger sifatida ishlatgan produktlarimni qaytib sotib olarmidim yoki yo'q? Pagnali. Tushlardan boshlaymiz. L'Oreal'ning teleskopik tushi uzunlik beradi, ingichka qilib qo'yadi, lekin menimcha qaytib sotib olmasdim, chunki wow effektini bermadi. Vivian Saboni kabaret tushi qayta sotib olgan bo'lardim. Uzunlik, qalinlikni zo'r beradi. Bitta minusi bor, yuvayotganingizda qiynalib ketasiz, chunki qiyin chiqib ketadi. Va L'Oreal'ning panorama tushi bu yangi chiqqan, to'g'risi buni juda tushunvormadim. Wow effekt bermadi. Yuvilishi qiyin emas. O'rtoqlarim juda maqtaganiga oldim, qaytib menimcha sotib olmayman. Va ishlatgan konsillerlarim Maybelline'nikini ko'proq yog'li yuzlarga maslahat berardim, chunki meni yuzimni quruqshatib qo'ydi. Buni menimcha qaytib sotib olmasdim. Sensoul'nikini bo'lsa qayta sotib olardim. Ko'zni tagidagi sinyaklarni zo'r yopyapti. Ko'rinib, bilinib chiziq bo'lib chiqib qolmayapti. Bu Vivian Saboni tonalkasini menga o'zlari jo'natishgan edi, lekin sevib qoldim. Hamma yerdan qidirib yuribman, lekin topolmayapman. Kim topsa, ayniqsa quruq yuzlilar, sirazi olinglar, maslahat beraman. Tugatgan blesklarimdan Oriflame'niki bu labizni kattaytiradi, ishiradi. Menga juda ham yoqadi, oxirigacha ishlatganman, qaytib sotib olardim. Sensoul'ning bleski shunchaki blesk, karamelniy rang, bunisi 03, qaytib sotib olardim. Qayta sotib oladiganlarimdan Vivian Saboni bu qalami ko'zinglarga, qoshinglarga, ko'zingiz tagiga egosal qilib chizganini ham ishlatsangiz bemalol bo'ladi, maslahat beraman. Bu videodagi nimalarni ishlatgansiz va nimalarni olardingiz, olmasdingiz yozib qoldiring va bu videoni o'rtog'ingizga tashlab menga obuna bo'lib qo'ying.